Hozir bitta o'qituvchi akamiz bilan gaplashib qoldim-da. Menga nima deganini sizlarga aytib bermoqchiman. Videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Mana bugun challenge'imizning 115-kunimi shunaqa. To'g'risi esimdan ham chiqib ketibdi nechinchi kunligi. Zakaz olgan restoranga borgandim. Bitta akamiz bilan gaplashib qoldim. U akamiz arenda haydarkanda niqob taqib olgan o'qituvchi ekan. 4 million oylik olaman deyapti. Yetmaydi deyapti. Ishdan tashqarida bu ko'riylik qilaman deyapti. Niqob taqib olgan, qo'llari yorilgan shunaqada endi inson emas-ku, to'g'rimi? Arenda to'laydi, boshqa qiladi. Endi bitta oylik yetmaydi deyapti. Narx-navo hamma narsa qimmat bo'lib ketgan. Kreditlarim ham bor deyapti. Sizda ham kredit bordir, to'g'rimi? Aytib qoldi-da. Qiyin deyapti. Oila baqish, ro'zg'or baqish qiyin deyapti. Bitta oylikka qarab qolsa bo'lmaydi deyapti. Narx-navo qimmat, oyliklar kam deyapti. Qo'shimcha nimadir ishingiz bo'lmasa qiynalib qolasiz deyapti. To'g'risi o'sha gaplari ta'sir qildi sizlarga. O'shani aytkim keldi. Men buni qanchaga oldingiz deyapti. Shu arenda minyapti-da, Wikipedia beryapti ekan deyapti. Shu aytib qoldi shunaqa deb. Ko'ryapsizlarmi? Yashash oson emas-da. Pul topish oson emas. Harakat qilish kerak. Xudodan so'rash kerak, maqsad qo'yish kerak, o'shanga borish kerak.